Piramid Tower'i ro'parasidan shunaqa zo'r sotuvdagi uyimizda, xonadonimizda chiqib qoldi. Biza boshladik, birinchi bo'lib hammaga eng qiziq bo'lgan spalnisini ko'rsataman. Spalnisini mana tayyor qilib, high-tech variantda uylarimizning remontlari tayyor mebellar bilan birga. Spalnisini sirazi aytib o'tamiz, ichkarisida sanuzellari spalnining o'ziga alohida. Bundan tashqari общийga ham alohida spalni sanuzellari qilingan ekan. Sanuzilda sirazi Hoffman kir mashinalari, mebellari ham tayyor. Bundan tashqari yana davom etamiz. Davom etishimizda kuxnyasi, mana kuxnyasiga kirib boraverishda 6 tali stol-stulimiz tayyor qilib qo'yilgan. Endi kuxnyasiga kiramiz. Kuxnyasini kiraverishida mana buni qarang. Agar mabodo ovqat hidi chiqib ketmasin desangiz, mana bunaqa rolikli eshiklar qo'yilgan. Bundan tashqari kuxnyani qarang. Ayollarimiz juda ham yaxshi ko'radigan xonalardan bittasi. Krashinniy mebel, hammasi stroyinniy, даже posuda moykalari bilan mana bunaqa Hoffman pechkalarigacha tayyor, xolodilniklari bilan birga. Ana undan keyingi xonamizga o'tamiz. Keyingi xonamizda bu bitta spalnimiz. Bu kichkinagina qilib tayyor mebellari bilan birga, partalari va pufiklari bilan birga qilib qo'yilgan. Yana bitta zo'r fishkalardan bittasi, bu kuxnyamizdan sirazi balkonga chiqasiz. Mabodo ovqatda hidi chiqib ketadigan bo'lsa, ochib qo'ysangiz, sirazi skvoznak bo'lib ko'chaga chiqib ketadi. Bundan tashqari, mana bu yerga mana balkonimizga birga, по-моему, 6 metr joyimiz tayyor. Mana bemalol 2 kishilik stol-stullari bilan birga kachelar ham qo'yib qo'yilgan. Sizga endi hozir sizlarga ko'rsataman. Hurmatli yurtdoshlarimiz, ko'cha tomonimizdan ham, plashatkalarini ham hozir oxirida videoning davomida qo'yib o'tamiz. Bu studiyniy variant qilib turib, mana ugolok mebel qo'yilgan. Remontlarini o'zingizlar baho berasizlar. Uyimizni remontiga bitta baho berasizlar. Agar yoqqan bo'lsa, bitta like qilib, podpiska bosishni esdan chiqmasin. Keyingi detskini ko'rsataman. Keyingi detskimizni ko'ryapsizlarmi? Alohida bitta budka dizayn berilgan shunaqangi. Mana devorlarga daraxtlarni chizdirib, tabiat qo'ynida xuddi bolajonlar yotib dam oladigan joyi. Undan keyin yana bitta zo'r bu fishkalaridan bittasi. Bu xonadonimizda detskidan Piramid Tower'i tomosha qilib, maza qilib, mana bu yerda dam olib o'tiradigan joyi. Bu xonadonimiz 105 kvadrat bo'ladi. Общий narxiga keladigan bo'lsa, egalari 265 ming deb aytayaptilar. Rayon zo'r rayonlardan bittasi. Agarda plyus ko'p bo'lsa, olib arendaga bersangiz ham kamida 2,5 ming, 3 ming dollar bo'tga arendaga turadigan odamlar topiladi. Uyimiz tayyor remontdan chiqilgan, hamma narsasi qoladi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Hammamizga nasib qilsin. Telefonlarimizni profilimizda qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, kelib ko'rishingiz mumkin bo'ladi.